Assalomu hurmatli mijozlarimiz, mana mochishlarimizni tayyorlash jarayonidamiz. Go'shtlarni qilamiz. Qon go'shtini qanchalik qismini foydalanamiz. Mana hurmatli mijozlarimiz, molli dumlarni ham solamiz. Qazilarimiz, dumg'azi, go'shtlar. Hurmatli mijozlarimiz, mana mochishlarimiz ham tayyor bo'ldi. Buni ichiga surtosh, qazi, otni bo'yni, qarta, surdumba, qurtlardan sepib berganmiz. Narxi 60 ming so'mdan 7 milliy to'g'ri kutib qolamiz.